qarang mana. Bunga qarasangiz devorlar qiyshiq masalan mana bu yerga qarasangiz 20 sm, mana 10 sm. ha. Bu olganimiz sababi gulli aboy osiga masalan kelsa gulli baqov ketib qoladi. Ko'ringanda. Tushuntirishni zo'r. Juda kerakli joy. Atachan to'qisiz gulli har xil-ku. Bilmas ekan qiyshiq devorga masalan. Foto ko'rsating. Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kuzatuvchilari. Xo'p, o'tgan safargi videomizda bitta akamiz ota-onasi uchun qilgan uy haqida video qilgan edik. Montajlari o'rtachalik hammomga qancha ketishini aytib o'tgan edik. Bu uyni o'zi aslida o'zlaringdan yasaydigan, o'zlaringdan qilib oladigan holatligi uchun video qilyapmiz. Endi bu holatni aboy holatida qana bitganligini bir qator ukamiz tushuntirib o'tadilar. Tepadagi natojnik nima bu? Natojnik patar. Natojnik patarni ham o'zlari qilishdi. Aslida bu ukamizni ishlari santexnika bo'lganligi uchun, ya'ni odamlarga manfaatli bo'lsin deb aboyni qana qilib o'zlari ham qilib olishadigan holatdagisini ko'rsatib, video qilib ko'rsatib beradi. Xo'p, Haydali ketdi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Ancha nima bo'lib qoldi. Xo'p, bu ukamiz, usta ukamiz, asli ishlari o'sha aytib o'tdik, santexnika. Telefon raqamlarini yozib yozishtirib qo'yamiz. Bemalol santexnika bo'yicha ham murojaat qilaverasizlar. Xo'p, aboydan boshlaylik. Aytaylik. Bitta narsa bor. O'zi asli bu videoni olishdan maqsad, biz o'zi asli santexnika kasbi bo'lgani uchun, egasi iltimos qilgani uchun biz ham birinchi marta eksperiment qildik. Aboyda masalan attachan to'sni oldik, masalan choklar bilinmaydigan, hatto masalan oddiy inson ham qilarmikinman, qilarmasmikinman degan savollar ko'p bo'lyapti. O'zimiz qilib ko'rsatib beryapmiz. Oddiy ekan, masalan hamma qilgan, sizlar qilaverasizlar, boshqalar qilaverar ekan, oddiy. Natija ham aboy ham shunaqa ekan. Shu faqat bitta harakat qilish kerak. Ozgina harakat qilish kerak degan maqsadimiz qilib ko'rdik. Mana bu o'xshadi mana. Effekti zo'r chiqdi. Zo'r chiqdi, degalarga birinchi o'rinda degalarga yoqdi. Ha, bo'ldi. Endi mana aboy o atachentoli aboy, uni narxi necha pul? 130 ming so'mga shakling. Bitta ruloni 130 ming so'm. 10 kvadrat bo'ladi. 10 kvadratimiz endi mana shu bir tomonga yetadimi? Yo'q, mana shu bitta, ikkita, uchta, mo'ldan 4 ta mana shu tomonda. Ha, bir tomonda 10 kvadrat. Mana bir tomoniga 10 kvadrat ketar ekan. Shunda 130 ming. Xo'p, 130 mingga yana kiloga bor. 55 mingga. 55 ming kilo. Hamma yoqqa yetadi. Ortib ham qoldi kilo. Yarim kilosi ketdi, ha? Aboyda o'zi necha pul ishlayapti o'shanda? Aboyda o'zi 10 kvadratga 135 ming 140 mingga tushyapti. 100 kvadrat, ha. Bitta, ha, kvadrati deyilyapti hozir, yo, ruloni deyilyapti. Ruloni. Значит, bakka, demak 3 ta rulon olsa, bemalol yetib qoladi. Mana 3 ta rulon, hurmatli obunachilar, 3 ta rulon bilan mana hal bo'lyapti. O'shanda 3 ta rulonimiz 130 mingga 260 ming, 260 mingga 390 ming so'm. Mana 390 ming so'mlik aboy olingan. Uzunligi bu necha edi? 3,5 qolgan. 3,5 ga 3,5 joy qolgan. Ketyapti. O'shanda 380 ming so'mga bo'lyapti. 390 ming so'm. 400 ming atrofida ketyapti ekan. Narxlarini aytib o'tyapmiz. Juda arzonga mana. Qaranglar, sizlarga foydali bo'lish uchun aytib o'tyapmiz. E'tibor berib, like bosib turinglar, iltimos, podpisha qilinglar, she'rlarga tarqatinglar. Juda foydali bo'ladi. Mana yaqin 400 ming so'mlik aboy olgan. Atachentoli aboy olgan. Oddiy aboy emas, atachentoli aboyni shuni olgan, 130 ming so'mdan rulon olgan, 3 ta rulon ketyapti, 400 ming atrofida bo'lyapti. Xo'p, unga kilo sama kilo, ha? O'zini kiloga bor, ha? U kilo 50 ming so'm, ha? 50 ming so'm, 450 ming so'm bo'lyapti, ha? 450 ming so'm, 450 ming so'm tushyapti. Yana bitta plyus tarafi bor, avvalgiga qarang mana. Bunga qarasangiz devorlar qiyshiq masalan, mana bu yerga qarasangiz 20 sm, mana 10 sm, ha. Olganimiz sababi gulli aboy osiga masalan kelsa gulli baqov ketib qoladi. Ko'ringanda, sizlarga tushuntirishni zo'r, ha. Juda kerakli joy. Atachan to'qisiz gulli har xil-ku. Bilmas ekan qiyshiq devorga masalan. Biz endi hozir hamma imkoniyat bor, yangi uylar yo'q ham. To'g'ri. Zo'r gap bo'ldi. Bo'ldi, zo'r. Mana nihoyatda o'rinli bo'ldi mana. Hurmatli kuzatuvchilar, ko'ryapsizlar, egri bugri misol devor bo'lmaydi hech qachon, sal qiyroqon yoki bo'lmasam ukuloni bor devorlarga ham o'sha atachento degan aboy juda mos kelar ekan. Gulsiz. Xo'p, yana nima? Endi buni yana bitta plyus tarafi bu tomondan ko'rsangiz, bu tarafdan ko'rsangiz ko'kimtir bo'ladi. Hali 3D effekti beradigan aboylarimizdan bittasi ekan. Hurmatli obunachilar, bu ustamiz aytayaptiki, ikki xil ko'rinishga ega, 3D da variantini beradigan, ikki tomondan ham ikki xil ko'rinadigan aboy bo'lib chiqadi deyapti.
samakili o'sha kilayni surkaladi, ha? Bu shikaturka bo'lgan uy, ha bu? Bir suli rodmi, ha? Shpakilovka. Bir suli shpakilovka tortilgan, ustiga o'sha kilaygini. Ha, 40 mingdan 80 ming bo'lgan o'sha shpakilovkani tortishib, ustidan o'sha samakilayni yopishtirishgan, ha? O'sha kilayga. Ha, kilayni surkagan. Ha. Aboy kilayni yopishtirishgan, shunchaki razmerlarni olib shuni yopishtirilgan holati. Buni birinchi marta qilishgan. Shuncha birinchi marta qilishgan effektni. Ha. Masalan, o'zimiz uyimizga usta chaqiradilar. Endi professional basmiz. Uzoqdan ko'rsa, yaqindan kelib sinchki o'ylab qilsa endi ha, bo'ldi. Ha. Shpakilovka Vadimovdan qochgan holda mana shu arzonroq variant ekan. Arzonroq variant. Arzonroq variant kirchimoq. Shunda o'shanda jami bo'lib 600 ming so'mning atrofiga mana 3 ga 3 joyimiz, mana ko'rib turibsizlar, ko'rsatib qo'yapman, mana 3 ga 3 joy. Mana aylantirib ko'rsatyapman. Jami bo'lib deyapti. 550 ming 600 ming so'mlik shtapilar bilan hamma yo'q, mana shtapi burchaklariga mana shtapilari bilan ichida hamma yo'g'i shu bilan bityapti. Hurmatli obunachilar, telefon raqamlarini qo'yib qo'yamiz. Bu ukamiz Santeni ukamizni, Haytali ukamiz. Yana maslahatlar bo'lsa, yana videoni davom etamiz. Kommentariyada fikrlarni kutib qolamiz. Keyingi videoyimiz patolog to'g'risida bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.